Teng yonli uchburchakni yon tomoni 10 santimetrga, asosi 12 santimetrga teng uchburchakka ichkisilgan aylanaga o'tkazilgan urinmalar uchburchakning balandligiga parallel va berilgan uchburchakdan ikkita to'g'riburchakli uchburchak ajratadi. Bu uchburchaklarning tomonlarini toping. Dastlab bizga A va S uchburchagi berilgan. Uchburchakning yon tomoni 10 santimetr, asosi 12 santimetrga teng. Uchburchakning balandligini o'tqizamiz. B1 balandlik. Uchburchagimiz teng yonli bo'lgani uchun uchdan tushirgan balandligi ham mediani ham bisektrisa bo'lgani uchun aylana markazi shu balandlikda joylashadi. Va bu balandlikka parallel bo'lgan ikkita urinma o'tkazilgan. Parallel bo'lgani uchun bu burchaklarimiz 90 gradusdan iborat bo'ladi. Demak, dastlab uchburchakning h balandligini topadigan bo'lsak, uchburchak B1C dan balandlik teng 10 ning kvadrati minus 6 ning kvadrati 8 ga teng. Aylana markazidan aylanani BS tomonga urish nuqtasiga radius tushiramiz. Perpendikulyar bo'lib tushadi va aylana radiusga teng. Bu yergacha bo'lgan masofa radius, jami balandligimiz 8 ga teng bo'lgani uchun OBimiz 8 minus radiusga teng bo'ladi. Dastlab bu burchakni alfa deb, sinus alfani topadigan bo'lsak, qarshi katetni gipotenuzaga nisbati 8 minus radiusga nisbati. Katta to'g'riburchakli uchburchakdan qarshidagi katet 6 ni gipotenuzamiz 10 ga nisbatiga teng. 2 ga qisqartirib olsak 5, 3 taqsim 5 ga teng. Proporsiyaga qarasak 5 ta radiusimiz 24 minus 3 ta radiusga teng. Buni radius 8 ga teng ekan. Ichkisilgan aylana radiusi 3 ga teng ekan. Ikkinchi ish. Demak, aylana markazidan aylanaga o'tkazilgan urinmaga radius tushirsak, bu ham urinmaga tushgani uchun urish nuqtasiga perpendikulyar bo'ladi va aylana radiusi 3 ga teng. Burchagimiz bu burchagimiz 90 gradus, bunisi 90 gradus va bu burchak 90 bo'lsa, o'z-o'zidan bu burchak ham 90 gradus bo'lib, to'g'riburchakning qarama-qarshi tomonlari teng. Masofamiz 3 ga teng. Bu tomoni ham 3 ga tengligi bizga ma'lum. Ikki parallel to'g'risiq bir tomondan qanday nisbatda kesma ajratsa, ikkinchi tomondan ham xuddi shunday nisbatda kesma ajratadi Falles teoremasiga ko'ra. Ya'ni bu tomondan KSga KBimiz teng bo'ladi. Sababi asosini teng ikki qismga, ya'ni 3 bo'lgan kesmaga ajratgani uchun KSga BKimiz teng, u ham 10 taqsim 2 5 ga teng. Bu yergacha 5, bu yergacha 5. H1 kichik to'g'riburchakli uchburchakning balandligi Pifagor teoremasidan 5 kvadrati minus 3 kvadrat 4 ga teng. Demak, javob to'g'riburchak hosil bo'lgan kichik to'g'riburchakli uchburchakning tomonlari 3, 4, 5. Uchburchagimiz teng yonli bo'lgani uchun bu ham xuddi shu kabi 3, 4, 5 chiqadi tomonlari.